Ko'zingizlarga nima ko'rinsa, hamma jihozlar shu yerda qoladigan do'stlar, kamiga 8 soatdan iborat keng hovli so'ragan do'stlarimizga biz hozir Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda hammamiz so'ragan Sprosdagi aynan Oqo'rgamizni 2-ko'chasiga qaragan va bu tomonimizda 3-ko'chasiga ham bemalol qo'shni bo'lib yashaveradigan shunaqa bir keng hovlimiz sizlarning xizmatingizlarga bugun srochniy narxda, arzon narxda chiqadi. Mana bu aynan Oqo'rgamizni 2-ko'chasiga qaragan tomoni bo'lyapti. Tashqi fasadlari ham xudosi hamma yo'q joyida. Eng asosiy bu yer lokatsiya zo'rligi hisobidan gazlari bor, suvlar ichiga kirilgan suvlardan вообще problemasi yo'q. Keng hovli so'ragan do'stlarimizga hamma sharoitlari bilan har bir hovli uylarimizni dushovoylari plus do'stlar o'rtada общий banyalar ham bor ekan. Bu yerda mana suvni zapaslari, suvlarimiz chaqirab chiqib yotibdi. Kirib turib chap tomonga qaraganimizda bu yerda o'zimizni jaydari xomg'ishdan solingan 4 ta xonamiz do'stlar. Bu yoqqa ham bir qator kirib o'tamiz. Kirganimizda bu yerda yozgi besetkalarimiz, ya'ni zavodskiy holatda o'rnatilgan so'rilarimizga ko'zinglar tushadi. Bular yozgi kunida torni so'yib qo'yib maza ekan do'stlar. Kirib turib mana to'g'rida joylashgan 3 ta xonamiz. Bu keyin solingan yangi uylarimizni bir qator tanishib olaylik. Uyda jihozlari shu uyda qoladi degan gap menga juda ham yoqdi. Mana ko'zinglarga nima ko'rinsa hammasi qoladi deyapti. Mana uzun koridorimizdan bu bo'limimizda 3 xona joylashgan. Kirib turib chap tomonga bosganimizda do'stlar bu yerda mana bunday mebelli naborlar hammasi shu uyda qoladi. Faqatgina mana bu hanchaligimizni va u yerda xon taxtamiz va o'zi kerakli to'shak-po'shaklar olib chiqib ketadi. Hatto gilam, plan, mana mebel naborlar hammasi shu yerda qoladi. Kelib turib faqat yotib yashab bersa bo'ldi deyapti do'stlar. Mana bu aboylarimiz ham tigirli ekan. O'ta bir neobычный zo'r uyimiz mana bugun sotuvda. Kelib turib 10 tomonga bosganimizda bir detskiy xonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham bir yarki neobычный aboylardan foydalanib bu yerda detskiy yotoqxona mebellarimiz ham hammasi shu yerda qoladi. Kelib mana bola chaqa bilan xursandchilikda yashab oladi. Ya mana bu uylarimiz hamma dizaynlari, hattoki eshiklari ham nima deb qo'yadi, boshqacha neobычный ekan. Bu yerda 3-xona katta o'tirish joyimiz, kuxnyamiz oldida choy ichib o'tirish joyi, konditsionerlari, bu yerda gilam bilan mana hamma naborlar, mebel naborlar qoladi. Bu yerda kuxnylarimiz ham hammasi svejiy holatda, suv, gaz, svet, nima sharoit bo'lishi kerak bo'lsa, hammasi o'zimizda mujassam aylagan. Ushbu chiroyligina qizil kuxnyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Kuxnyamiz oldimizda bu bo'limimizda uyda отдельный o'zini sanuzellar, ya'ni cho'milish xonalari joylashgan. Uyimizda ma'lum sabablarga ko'ra hozir svet yo'q paytga papal bo'lib qolibmiz, lekin bu svetlar yonganda do'stlar, uylarimiz aboylari вообще kuladi do'stlar. Kirib turib, endi bu eshikdan chiqib ketganimizda sizlarga mana 3-ko'chamizga qaragan tomondagi отдельный darvozasi bo'lyapti. Buni ham o'ziga yarasha zeleniy zonalari, mevali daraxtlar va bu uyimizni отдельный o'zini podvallari bor ekan do'stlar. Xullas, nima sharoit bo'lishi kerak bo'lsa, hammasi mujassam bo'lgan. Ushbu keng hovli so'ragan do'stlarimizga, hammamizga ham shunaqa go'zal uylar olib yashashlik nasib. Qiziqqanlarga ko'p kutilmasdan aytaman, uyning narxi $210 ming deyilyapti. Xudo xolasa ozgina kami bor. U $210 ming ichida sizlarga aytib o'tgan polni uyda jihozlari shu yerda qoladi. Kirganimizda, mana bu tomonda esa yozgi kuxnyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlarni qilib qo'ygan. Bu yerda hojatxonamiz, bundan tashqari omborxonamiz va bu yerda hamma sharoitlar bilan o'ta zamonaviy baynamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mana suv, xullas hamma sistemalari bor. Kirganimizda bu yerda oshxonamiz, oshxonamizga ichkari tomondan ham kirsa bo'ladi. Qani bir qator ko'rib o'taylik. Uyimizga polni отопление, batareykalar aylangan, kartonnilar hamma yo'g'i ishlaydi. Kirib turib chap tomonga bosganimizda razmerlari katta bo'lgan bir mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bundan chiqib turib endi to'g'riga bosganimizda razmerlari, bo'ylari juda ham baland bo'lgan bir detskiy xonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chaga qaragan akfa televizorlar qo'yilgan. Xo'p, bu yerdan chiqib turib endi bu tomonga kirganimizda bu yerda o'g'il bolalarning bir detskiy komatasini ko'rsanglar bo'ladi. Ammo juda ham bir did bilan yaxshi solingan uylarimiz bu. Akani uyi bo'lyapti, nari tomonda ukani uyi bo'lyapti. Endi to'g'riga tushib kelamiz. Sizlarga aytib o'tgan tashqaridan kirsa bo'laveradigan bir bu bo'limimizni o'zini отдельный kuxnyasi, zimniy kuxnya. Bu yerda mana отопление polni kotellarni ham o'rnatib, moshniy qilib qo'ygan ekan va uyimizni ichidan podval qismlari ham bor do'stlar. Razmerlari katta bo'lgan, odamning bo'yidan baland keladigan podvallari. Bundan tashqari sekin o'tib ketaveramiz. Bu tashqaridan ham kirsa bo'laveradigan. Mana bunday ko'rsating, afshunasi haqiqiy mana shu bir zo'r ekan. Banyamiz ham banya isitib bemalol mana shu qishi bilan maza qilib cho'milaveradigan ushbu banyalari bilan, hamma sharoitlari bilan mana shu jihoz, hamma yo'g'i bilan do'stlar $210 ming deyilyapti. Xudo xolasa yana ozgina kami bor. Telefon nomerlarini beramiz. Yana bir ma'lumotlar uchun o'zingizlar gaplashib olasizlar. 0551 bilan
05 07 15 0551 05 07 15 yokida xuddi shu nomerda 0776 bilan boshlangan ekan bemalol zvonok qilsanglar bo'ladi do'stlar. Uyimiz lokatsiyasi do'stlar prosta bomba. Aytib o'tgandek, Ismoiliyotda yangi masjid oldidan kirib turib o'ng qo'lga ikkinchi ko'chamizdan to'g'ri chiqib kelasizlar. Yaqinroq tomoni mana undan dars o'tganimizda Telmon Rossiya zapravkani oldidan Telmon 2 yo'liga kirib turiblar chap tomonga, Oqo'rga tomonga ikkinchi ko'chamizga burilib o'ng qo'lga qarasanglar, mana 4-xonadonimiz mana sizlarda xizmatinglarda bo'lyapti. Bo'lmay qolsam 3-ko'chamizga o'tsanglar ham sizlarga ko'rsatib o'tgan отдельный darvozalari bilan xullas lokatsiya вообще bomba do'stlar. Aytib o'tilgan telefon nomerlariga zvonok qilib bemalol kamini so'rab olsanglar bo'ladi. Hammamizga ham nasib qilsin. Al-Sotkaji kanalimizda jana sizning xizmatingizda.